Gördün mü? Suyumu da ko'krab bana. O'shanda so'liq bana. Mush Petermantin etish usulini bir oddiy usul bilan bir ko'rsatib qo'yay. Diqqatinglar menda bo'lsin. Mushu 1 kilo go'sht mana 1 kilo qari go'shtni men qildirib buni ko'rdingizmi? Mana 300 gram quruq may. Mana 300 gram quruq may. Mana 1 kilo go'shtga 300 gram quruq mayni bunda pishaqchilayla to'g'rab olib mana. Mana bu tuzdan 7 gram. Mana bu şunu koyduk, aralashtirdik buni. Qalam. Mana shunda aralashtirib olaman buni-chi. Yana sal mana. Qo'shtinga mana 350 gram suvni aralashtirdik mana-chi. Tuzni mana shunda diqqatli qilib, qo'shtinga 300 gram piyoz mana. 300 gram piyoz. Ama bazarga tikib qo'yib qolsak, ba'zi qarmish yeydigan odam bor, qarmish yemaydigan odam bor. Shuningdek, bu qarmishni o'sha matib pishgandan keyin tubiga sepsak intan yaxshi. Qarmish yeyotgan desa, tubanning tubiga sepmasak. Ma'noga sepsak, ba'zi xaridorlarimiz bor, unda qarmishni yemaydigan deydigan. Shunga buni hozir qarmish sepmaymiz. Hozir matib bezikdi-chi. Zirni sepib qo'ysak bunda. Sepib qo'ysak bunda. Zirni bunday sepib qo'ysak bo'ldi. Ba'zi o'sha qarmishni xohlaydigan 60ni Xalamaydigan xaridorlarimiz var-chi. Qanday bo'pti? Ben çok tuzlu kelmem. Shu Petermantin tuzini ishti kelib o'tmaymiz-chi. Ishti kelmasa ximiyning tuzi bor. Ximiy qasqanda birdan pishib chiqqandan yaqa tuzi ishti chiqadi-chi. Tuzni yavash, tatli qolamiz tuzini. Mana Petermantin qizmasa ham mana bu shalit tikasi bo'ladi qizma bilan. 10 gram o'zimizga Petermantin ximiyda 10 gram mana. Mushu masalan Baş Kur'an dikse, hani şunda üzümüzce mi? Şunda 10 gramdan üzüp, hani bu sırada tavlayımız bunu. Bir, iki de bak. Şunda nepiz aletli bunu, şunda nepiz aletli açalımız zırhtı bunu. Tüydok mesela bunu. Mana qo'limizni bunday ikiliblar mana. Mana shunda. Unda tugimiz Petermantin-chi mana. Ko'rdingizmi? Mana. Do'q mana. Mana shunda supetlik chiroyliq manticha. Bunda chiqsa bo'ladi mana. Ko'rdingizmi? Mana. Endi mana birinchi ufaq emas, lekin mana Petermantinni qasqan qo'ygandan keyin 13 minutla olsak bo'ladi. Jiq tug'izversak bo'lmaydi. Ya, gördünüz mü? Suyumu da ko'krab bana. O'shanda so'liq bana. Mana bir tetep endi yo'q. Sizin tetemi mi? Kayıp da.